Ulug'bekxon Maksumov oddiy hayotdan boshlangan, lekin Dubay va O'zbekiston o'rtasida yirik biznes imperiyasini boshqarayotgan qudratli tadbirkor. U oddiy taksi haydovchiligidan boshlab bugun Dubay va O'zbekiston o'rtasida 100 million dollarlik biznes imperiyasini boshqaradi. 1979-yil 9-sentyabrda Marg'ilonda tug'ilgan Maksumov 2001-yilda Farg'ona davlat universitetini tamomlagach, 2006-yilda Dubayga ko'chib o'tadi. Oradan 2 yil o'tib Gulf Auto Tradingni tashkil etadi va hashamatli avtomobillar savdosini hamda ularni zirhlash bilan shug'ullanadi. Bu faqat savdo emas, bu Dubaydagi boylar va siyosatchilarning xavfsizligini ta'minlaydigan strategik xizmatga aylanadi. 2012-yilda Dubayda 157 ming kvadrat fut maydonga ega Incas Vehicle zavodini ishga tushiradi. Bu zavod oyiga 50 ta zirhli transport vositasini ishlab chiqaradi va 2013-yildan beri 150 million dollardan ortiq mashinalar sotgan. Mashinalar nafaqat Birlashgan Arab Amirliklarida, balki Yevropa va Afrikadagi maxsus xizmatlar tomonidan ham xarid qilinadi. Moliyaviy qudrati ham e'tiborga loyiq. Kapitali 100 million dollar atrofida baholanadi. Kompaniyalarning yillik daromadi esa manbalarga qarab 1,5 million dollar oralig'ida. Ijtimoiy tarmoqdagi faoliyati ham unga yiliga 1,7 million dollar qo'shimcha daromad keltiradi. Maksumovning shaxsiy hayoti ham hashamat ramziga aylangan. Uning qo'lida Richard Mille soatlari eng oddiy modeli 100 ming dollardan boshlanadigan, limitlangan narsalar esa 4 million dollarga auksionlarda sotiladigan soatlar. Bu aksessuarlar nafaqat vaqtni, balki boylik va ta'sir doirasini ham ko'rsatadi. Ulug'bekxon Maksumov ochgan zavodlar, ko'tarilgan loyihalar va ortidagi kapital uning haqiqiy qudratini ko'rsatadi. Maksumovning izi iqtisodiy tizim va xavfsizlik bozorida aniq seziladi.